O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov serqirra va rang-barang ijodi bilan milliy san'atimizda o'ziga xos o'rin egallagan ijodkorlardan biridir. Ko'pchilik uni sahnadagi quvnoq obrazlari orqali qiziqchi sifatida taniydi, biroq u nafaqat tomoshabinni kuldirishni, balki qalam tebratib chuqur mazmunli she'rlar yaratishni, turli rollarni mohirona ijro etishni va rejissyor sifatida sahna asarlarini sahnalashtirishni ham puxta egallagan. Mirzabek Xolmedov bir qator mashhur qo'shiqlarning muallifi sifatida ham san'at ixlosmandlariga yaxshi tanish. Mirzabek Xolmedov otasidan erta ayrilgan va ro'zg'orga qiynalgan onasiga yordamlashish uchun to'ylarga borgani haqida eslab o'tadi. Qiziqchi faoliyatidagi qiyin kunlarni quyidagicha eslaydi. Sobit Asomov sobiq Lenin nomidagi muzeyda elektr tarmoqlariga javobgar shaxs bo'lib ishlardi. Shu akaning yordami bilan hamma ishdan ketgan vaqtda muzeyga kirib tayyorgarlik ishlarini qilardik, ammo bir kuni ruxsatsiz binoga kirayotganimizni rahbarlar bilib qoldi. Quvib solishgan. Muzeyda o'tarchilarga nima bor deyishgan. U paytlar qayta qurish vaqtiga to'g'ri kelgani uchun har tomonlama qiyin edi, deydi qiziqchi mushtumzo'rlar taqibiga uchragan kunlarini quyidagicha eslaydi. To'ylar bilan bog'liq ko'plab qiziqarli voqealar bo'lgan. Hozirgi san'atkorlar to'yga emin-erkin borib keladi. Avvallari esa to'yda xonanda yoki qiziqchiga qitmirlik qilish odatga aylangandi. Mushtumzo'rlar to'y yakunida istagan xurmachaqilig'ini qilardi. Mast Alaska aka sizniki to'g'ri deb turishdan boshqa iloji yo'q edi. Eng yomoni 1988-1989 yili to'pponcha bilan qo'rqitish urf bo'lgan. Bir kuni to'yda xizmat qilayotgan ikki erkak kelib, chetroqqa o'ting, gap bor degan. Ular meni o'zlari bilan boshqa to'y xizmatiga olib borishni istagan ekan. Yo'q, xizmatdaman deyishim bilan kostyumining ichki cho'ntagidan to'pponcha ko'rsatgan. Xullas, shunday to'ylarda pishib Mirzabek Xolmedov bo'lganman, deydi qiziqchi. Mirzabek Xolmedov o'zbek san'atkorlari ichida eng ko'p o'ldiga chiqarilgani bilan ham ajralib turadi. 2016-yili ham xuddi shunday mish-mish tarqalgan. Men yoshligimdan shunaqa xabar eshitib kelaman. Bir safar o'libdi, peshinda chiqarishar ekan degan xabar tarqalgan. Uzoq safardan yo'ldan kelayotsam eshigimning tagida tumonat odam peshinga chiqararkan deb keldik deyishdi. Yo'q, sog'i salomatmiz dedim. Rahmatli onam sening tuprog'ing yengil bolam, o'zing uydasan, u gaping ko'chada derdilar. Keyin bir marta chiqdi. Bu gap keyin yana bir marta chiqdi. Kim biladi, bu internetdagi shayton sifat odamlarning ishi bo'lsa kerak. Fozilxo'ja qori aka rahmatli ustozimiz bo'lganlar. Ular shayton sifat odamlar bor, shayton nima qilsa o'sha ishni odam bo'lib turib qilishadi derdilar, deydi Mirzabek Xolmedov. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.